o'sha anglaganingizdek, o'sha g'ayrat do'stman, men hali hayotman. Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, aka-uka, opa-singil, yor birodarlar hamda vatanimiz fidoyilari. Mana bugun 2025-yilning 24-aprel sanasida turibmiz. Mana bugun muborak peshin namozini muqaddas Qo'yliq otani masjidlarida jamoat bilan birgalikda ado etdik. Buning uchun Allohga beadad behisob shukronalar aytamiz. Barchangizda oilangizga, bola chaqalaringizga sog'lik, omonlik, xayr baraka, fayz fitrat tilayman. Yana yilki mana shunday gilos sezonlariga ham safimizdan kamaymasdan yana eson omonlikda yetmoqlikni Allohdan so'rayman. Barchangizda xonadonlaringizga sog'lik, omonlik, tinchlik, fayz fitrat tilayman. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xuddi o'sha anglaganingizdek, o'sha g'ayrat do'stman, men hali hayotman. Omon bo'linglar.